Koreyada juda mashhur, nafaqat Koreyada, dunyoda mashhur bo'lgan Hyundai Palisade. Rostdan ham juda chiroyli mashina. Juda ko'p kishiga yoqadi. Komfort, oilalilar uchun. Mana bunaqa qilib Palisade'da eng fiskalardan biri mana bunaqa qilib, ya'ni faralarni qo'yishgan, ya'ni uzun qilib. Bu yangi kuzovda oldingi 20-22lari, 23larni qarasangiz, bunaqa kuzovda bo'lmagan, yaqindan chiqishni boshladi. Buni ham faqat oldi balon aylanadigan bu, avvalda polni privetligi bu. Old qismini ko'ramiz. Shu yerda o'zidan boshqarishga bu koja. Oq, ya'ni bu salon rangida. Bu faqat rangi boshqacharoq ekan. Buni chiqib berishini qarang. Sidinye ligrovkasi. Xo'p, buni yili 2025 11-oyda chiqqan ekan. Lekin model 2026 bu. Xo'p, Palisade'larda odatda engine start stop bitta bo'lardi. Keyin parkovka, zadniylar hammasi bittaga qo'yilgan. O'zi bittaga ko'chirishibdi yangi modelida. Demak, bu xuddi Mercedesnikidek qilishgan, menimcha. Qo'yasiz, birorta ichimligingizda kofe qo'yasiz, ya'ni ko'tarib olib ketaverasiz. Mercedeslarda masalan E200, 300larda bosganingizda shiqib chiqadi. Yana qo'l bilan ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Bu bunaqa narsa yo'q. Ochamiz. Ham kattagina, keng. Xo'p, ekraniga keladigan bo'lsak, qo'shib qo'yildi. Ekran juda katta emas ekan, ya'ni o'ziga yarasha. Ishdan qo'shilgan ikkita ekran, ya'ni ajratilmagan ekan. O'rindiqda sovutish, isitish funksiyalari hammasi yerda joylashgan. Tutsi. Yuk panorama. Bu yerda bo'sh joy bor, unaqa katta emas. Lekin buni ko'tarsak, ba'zi narsalar qo'yish uchun joy bo'lar ekan. O'tirib, suyanib, avetga suyanib, bemalol o'tirishga qulay joy. Tushirmoqchi bo'lsak, buni tushirib olsa bo'ladi. Bu ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta o'rindiq. Albatta, o'zining knopkalari bu. Bosib tushirib, ya'ni chiqarib olsak bo'ladi. Bitta zaryadka uchun joy. Zo'r. Yopib qo'yamiz. Bunda orqa sidinyalarda ham ligrovkalar bor. Sidinye ligrovka oldiga orqaga zo'r. Bu ham tushadi. Ko'tarib qo'ysa ham bo'lar ekan. Chiqib orqaga o'tib moslashadi. Ya'ni tushirib tepaga o'lchamini moslashtirib olsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda yaxshigina joy bor. Qo'yishga, zaryadka uchun joy bormi bu yerda? Bu yerga qo'yishgan ekan. C-type. C-type uchun zaryadga joy. Va bu yerga 100 volt. Va tepada ham panorama, lyuk.
odatda karnivallarda mana shunaqa qo'yishardi, lekin hozir Palisade'ni yangilarda mana shunaqa VIP'larda qo'yishardi. Deyarli yangi chiqqan Palisade'larda shunaqa qo'yishyapti. Ya'ni knopkalar tepada bo'ladi. Bu yerda havo kirib chiqishi. Qo'lda qismini ko'ramiz. Bismillah. Portachok. Bo'ladi, keng odatdagi mashinalardagidek kattaligi unaqa katta ham emas. Menimcha yetarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana bu yerda yana bo'sh joy bor ekan o'sha. Qo'l barmoqda 3 ta barmoq sig'adigan joy ekan. Ventilyatsiya. Havoni kirib chiqishi yopsa bo'ladi. Bu yerda ham bor airbag joylashgan joyi.